Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, Toshkent manzillari loyihasining bugungi taqdimotiga kirishamiz. Bugungi kunda poytaxtimiz Toshkent shahrida qad rostlab turgan bino va inshootlar orasida mazkur bino o'z ahamiyatiga ega. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 100 yildan ziyod vaqtda aynan tomoshabinlarga turli ma'lumotlarni taqdim etayotgan muzey bugun ham o'zgacha ko'rinishda. Yaqinda mazkur muzeyda katta masshtabdagi rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Ular nimalardan iborat? Albatta ko'rsatuv davomida bular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, bizni Toshkent telekanalida Toshkent manzillari ko'rsatuvida tomosha qiling deymiz. Bizga hamrohlik qiling. Hozir qarang, o'sha muzeyni kirib kelaverishni o'ziyoq ancha-muncha yangi nafas bilan ufurayotganligini sezyapmiz. Shunday. Bahaybat bir ko'rinishga ega bo'lgan muzey. Hattoki mana tomoshabin sifatida biz aynan bu tomonga emas yuzlanayotganimizda, hattoki mana orqa tomonga qaraganimizda o'zgacha bir ko'rinishni ko'ryapmiz. Muzey o'zi o'sha O'zbekistondagi asosiy muzeylardan bittasiki, binosi ham moslashtirilmaganki, balki aynan muzey uchun qurilgan binolardan bittasi hisoblanadi va bu taraflama ham binoyimizni umuman O'zbekiston tarixi davlat muzeyi bu jarayonda ham muvaffaqiyatga erishdi deb o'ylayman. Muzeyi umumiylikni va eng katta davrni bitta binoda yig'ib bera olgan tashkilot muzey sifatida ko'rishimiz ham mumkin va eng qadimgi davrni hozirgi kungacha tariximizni ko'rsatib beryapmiz. Albatta, biz ko'rsatuv davomida bular haqida sizga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qadrli tomoshabinlar, eng muhim jihatni aytishimiz kerak. Mustaqilligimizning 35 yilligini nishonlash arafasida turibmiz. Albatta, mana shu muzeydagi yangiliklar menimcha yurtdoshlarimiz uchun o'sha bayramona tuhfa bo'la oldi. To'g'rimi? Albatta. Chunki birinchi navbatda 35 yilligimizni ko'rsatib berish ham, bu 35 yillikda qanaqa yutuqlarga erishganimizni ko'rsatib berishga ham harakat qildi va mustaqillik davrini qanday yutuqlar bilan kutib olayotganimizni ham tomoshabinlarimizga taqdim etishga harakat qildi va tomoshabinlarimizga, O'zbekiston aholisiga va shu jumladan tashrif buyuradigan turistlarimizga O'zbekiston tarixining eng dolzarb, eng chiroyli, eng yaxshi o'rganilgan jarayonlarni ko'rsatishga va albatta bu jarayonlarni ashyolarini tushuntirib berishga harakat qildik. Qavatlarga bo'lingan va shu bilan birgalikda bu qavatlarning har biri tematik jihatdan ketma-ketligini tashkil etadi. Albatta. Endi tarix bo'lganligi uchun ko'pincha bu jarayon ikkita yo'nalishda amalga oshirilishi boshlanadi. Birinchisi bu xronologiya va albatta ikkinchisi hudud. Endi bizda O'zbekiston tarixi bo'lganligi uchun har bitta hududda o'zini mukammal tarixi bor. Biz endi ilmiy tashkilot bo'lganligimiz uchun va albatta ilmiy jihatdan ularni ko'rsatib berishga harakat bo'lganligi uchun biz ko'proq o'sha hududni tarixi bilan asosiy ishlaydigan masalamiz shu. Endi o'lkashunoslik masalasida hududda kichik tarixlari, florasi, faunasi degan tushunchalar u tabiat muzeyida yoki geologiya muzeyida o'rganilishi mumkin. Biz o'sha hududlarning hammasini shu darajada aniqlashtirib ko'rsatib berishga harakat qildikki, har bitta eksponat, har bitta arxeologik obyekt to'g'risida ham qisqa ma'lumot berishga harakat qildik. Ko'pchilik sizlarda saqlanadigan ashyolarning eng noyoblarini ko'rsating deydi. Lekin bitta narsachi, xuddi shu narsa. Ya'niki har bitta eksponat bu ashyo biz uchun juda noyob. Chunki buning noyobligi borligi uchun aynan ekspozitsiyadan o'rin olganligi shu bilan isbotlanadi. Endi to'g'ri, unikal ashyolar bor. Unikal ashyolarki, ya'ni dunyoda uchramaydigan ashyolarimiz ham bor. Lekin u ashyolarimizni har bittasini ko'rsatishga, taqdim etishga, u to'g'risida ma'lumot berishga harakat qilinadi va bu ashyolarning ko'pchiligi o'sha ekspozitsiya davomida ko'rib chiqib o'tganingizda ham o'zi alohida turganidan ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston hududida tosh davri, aynan bu davr
Bu muzeyda mana shunday tarzda talqin etilgan. Haqiqatan ham muzeydagi har bir eksponatlar ishonarli tarzda mana shunday tomoshabinlarga ma'lumot sifatida taqdim etilyapti. Bu yerda haqiqatan ham bir necha asrlar avval topilgan, foydalanilgan mana shunday eksponatlarni ko'rishingiz mumkin. Buning uchun albatta sizlarni muzeyga tashrif buyurishingizni so'rab qolgan bo'lardik, chunki muzeydagi har bir hudud sizga ulkan ma'lumotlar manbaini taqdim eta oladi. Siz bu yerda nafaqat ko'z bilan ko'rasiz, balki quloq bilan ham eshitasiz. Kerak bo'lganda ma'lumotlarni o'zingiz o'qib o'rganasiz. Biz esa Toshkent manzillari ko'rsatuvini davom ettiramiz. Bizni tomosha qilishda siz ham davom eting deymiz. Hozirgi kunda deyarli 5 ta tilda ekskursovodlarimiz bor va bu tillar bo'yicha o'sha 5 ta til deyapsiz, ya'ni o'zbek, rus tili, ingliz tili, xitoy tili va turk tilida. Hattoki xitoy tili ham bu yerga. Shu endi Turk tili kirishi tabiiyroq edi, kutilishi, chunki aynan biz turkiy xalqlarimiz. Turkiyadan kelayotgan mehmonlar menimcha ko'pchilikni tashkil qiladi. Albatta. Ajdodlarni o'rganish uchun. Geografiya kengaygani sari tashrifchilarning tilini soni ham o'zgarib boradi. Bu narsa tabiiy jarayon, ya'niki tabiiy jarayonda tomoshabindan kelib chiqqan holda muzeyi moslashishi deyiladi. Va shundan kelib chiqqan holda 5 ta tilgacha hozir ko'tardik bu temani. Lekin bu mavzu yana davom ettirilyapti. Yana qo'shimcha o'sha tillar biladigan lektorlarimizni tayyorlashga harakat qilyapmiz. Endi ekspozitsiyamiz katta bo'lganligi uchun uni o'sha tarjimasi va mukammallashtirishda bo'lgan harakatimiz sal qiyinroq. Shundan kelib chiqqan holda uni qo'shimchalar ham qo'shilyapti. Albatta. Hozir biz mana shu muzeyni haqiqatan ham butunlaycha o'zgarganligini ko'ryapmiz. Vitrinalardagi o'sha qo'yilayotgan eksponatlar ham o'zgacha tarzda taqdim etilyapti. Albatta, endi taqdim etilayotgan eksponatlarimizning ko'pi o'zgardi, qo'shimchalar qo'shildi. Endi o'zgardi desa noto'g'ri bo'ladi-ku, boyitganimiz bor gap. Sababi oxirgi 10-12 yil ichida ilmiy o'rganishlar, yangi tadqiqotlar, arxeologik obyektlarda olib borilgan qazishma ishlari, etnografik ekspeditsiyalar natijasida muzey fondlariga kelib tushgan eksponatlardan ekspozitsiyada foydalanishga harakat qildi va bu eksponatlarni agar boyitish kerak bo'lsa boyitildi, yoki yoniga qo'shimcha ravishda o'sha birinchi plan, ikkinchi plan, uchinchi plan deyiladi, ya'niki orqasida o'sha eksponatni boyitishga, u to'g'risida ma'lumot berishga, elektr ekskursovimiz bo'lmaganda ham ochiq kitob shaklida tomoshabin o'zi o'qib, o'zi bilib olishi uchun 3 ta tilda ma'lumotlarni berishga harakat qildi. Haqiqatan hozir mana shu hududda turibmiz. Agarda mana shu eksponatlarni oladigan bo'lsak, bu yerda nafaqat bir xil yo'nalishdagi, balki turli xil ko'rgazmali yo'nalishdan foydalanilganligini ko'ryapmiz. Biz fotosuratni ko'ryapmiz u yerda. Bu yerda esa maket shaklidagi bir ko'rinishni ko'ryapmiz. Va albatta o'sha devorlardagi suratlar hamda aytganlaridek ma'lumotlar ham yozma tarzda taqdim etilgan. 3 ta tilda bu ham endi taqdim etilayotgan ma'lumotlar tomoshabinga tushunarli bo'lishini biz eng asosiy vazifamizni belgilaymiz. To'g'ri, biz ilmiy tashkilotmiz, lekin muzey o'zini ommaviyligini ham saqlab qolishi kerak. Va biz tomoshabinlarimiz 70 yoshgacha bo'lgan aholimiz bo'ladigan bo'lsa, ularni tashrifi uchun har doim tayyor bo'lishimiz shu xulosani beradi. Hozirgi ko'rinish arxeologik obyektda yoki tarixlarini ko'rinishi yoki qazishma ishlar amalga oshirilganda qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan yoki uni qayta tiklaganimizda 3D formati, 3K formatlarida qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan, odamni fantaziyasini yo'naltiradigan vazifalarni yo'llanishga harakat qildi va bu yog'iga bahoni faqatgina tomoshabinlarimiz berishadi. Albatta, menimcha mana shu vitrinaning yonida hech bir ayol kishi shunchaki o'tib keta olmasa kerak, chunki eng yaxshi ko'rgan narsalar, bezalgan, zallarga bezalgan mana shu eksponatni haqiqatan ham bir
o'zgacha ekanligini e'tirof etishimiz kerak. Jannat makon diyorimiz juda ham boy, oltin qazilmalarga ham ega. Menimcha bu vitrinani taqdim etilishi barobarida mana shu ham e'tirof etilgan bo'lsa kerak. Unda tarafi ham bor, lekin buni ilmiy tarafi ham bor. Bu o'sha Dalvarzan topilmasi hisoblanadi. Surxondaryo viloyatida arxeolog Bahodir Turg'unov topganlar va hozirgi kunda ularning nusxasi taqdim etilyapti. Nimaga? Haqiqatan siz aytib o'tganingizdek, tomoshabinlarimizga bu yo'nalishda ham ancha ish qilayotganimiz va bu yo'nalishda o'sha topilmalarimiz juda kattaligini ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. To'g'risini aytish kerak, bu muzeyda siz shunchaki harakatlanib o'tib keta olmaysiz, chunki bu yerdagi har bir eksponat sizni bir necha daqiqalik e'tiboringizni o'ziga jalb etadi. Albatta. Va shu bilan birgalikda hozir biz o'sha innovatsion texnologiyalardan foydalanganligini ham ko'ryapmiz. Bu zamon talabi. O'zim qiziqdim shu 3 qavatda nechta yangi texnologiyadan foydalanganmiz. Umumiy hisobda 80 ga yaqin yangi texnologiyalar, o'sha light bosish, light box, proyektor yoki infokiosklar yoki uni qo'shimcha ravishda multik shaklidagi o'sha tariximizni taqdim etishga harakatimiz. Bu zalni ham oddiy zal deysiz-ku, lekin eksponat nuqtai nazaridan, tariximiz nuqtai nazaridan bu juda katta global tarix hisoblanadi. Sababi bu buddizm yaralishi va dunyodagi eng katta ikkita buddist xalq Xitoy bilan Hindistonni o'rtasida aynan bizning yurtimizni vositachi bo'lganligini ko'rsatishga harakat qilamiz. Va bu yerda o'sha Lightboxda o'sha Fayos tepa yodgorligini ko'rinishi, umumiy tepadan ko'rinishi va qayta tiklanganida bu qanaqa ko'rinishga ega bo'lganligini ko'rsatishga harakat qildik. Endi bu o'z-o'zidan tomoshabinda xulosa yasashga harakat boshlanadi. Uni devorlaridagi rasmlari, undan tashqari mana bu yerda qayta tiklangan va restavratsiyadan chiqarilgan o'sha devoriy suratlarni ko'rinishlari. Undan tashqari tepada ko'ryapsiz, har bitta haykalda qo'lida har xil musiqa asboblari ko'rsatilgan. Va bu ham o'sha davrda musiqa asboblari sonini juda ko'p bo'lganligi va ularni har xilligi, undan tashqari o'sha har xillikda qanday musiqalar o'ynalganini taxminan inson tomoshabin o'zi uchun kashf qilishni boshlaydi. Bu tarafda ham xuddi shu tushunchani ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana ko'ryapsiz, do'mbira ham bor, qo'lida dutorga o'xshagan tambur ham bor va hokazo. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tariximizning mukammalligini ko'rsatish va mukammalligini tushuntirishga harakat bo'lgan. Va albatta dunyodagi yagona nusxada hisoblanadi bu. Mana hali aytib o'tgan unikal eksponatimiz bu. Dunyoda Buddani 3 xil turi bor. Birinchi turi ibodat qilayotgan turi, ikkinchi turi holati turgan holati va uchinchi turi bor. Bu nirvana saodati deyiladi, ya'niki jannatga kirgan vaqtini. Bizani Budda dunyoda hech qayerda uchramasligining asosiy sababi o'sha o'tirish holatida bu. Lekin ikkita rohib unga mukammal uni ibodatini kuzatayotganini uchraydigan holat dunyoda yo'q. Shuning uchun bu o'z nomi bilan triada deyiladi, ya'ni uchlik rohiblar deyiladi va dunyoda yagona hisoblanadi va eng faxrlanarlisi O'zbekiston tarixi davlat muzeyining ilmiy xodimi Alibaum Lazar Izrailovich topganlar va muzeyga taqdim etganlar. Qazuv jarayonlari va qanday topilganligi fotosuratlarda ham arxiv sifatida qabul qilingan, taklif qilingan va qo'shilgan. O'zi qisqagina tez qaytamiz. Billa bo'lasizlar. Har kuni fermerlarimiz sevimli Lay's chipslaringiz uchun yetishtiriladigan kartoshkaning sifatiga alohida e'tibor qaratadi. Saralangan kartoshka, xushbo'y paprika ta'mi. Har kuningiz Lay's bilan mazaliroq. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Buddani stupasi, undan tashqari Badhisha va ya'niki ayol kishi sifatida ko'rinishi, asosiy o'sha qizil rangda berilgan, to'q rangda berilganlarning hammasi bular asli. Oq rangda berilganlar qo'shimcha o'sha qayta tiklangan joylar. Topilganida bular bo'lib bo'lgan ilmiy xodimlarimiz, restavrator rassomlarimiz tomonidan qayta tiklanish natijasida shu darajaga olib kelingan. Va bu hozirgi kunda taqdim etilayotgan o'sha Budda haykallarimizdan bittasi hisoblanadi. Albatta, demak, mana shu eksponat milodiy 1-3 asrlarga oid bo'lgan eksponat ekan. Va faxr bilan aytdik, haqiqatan ham bizni o'lkamiz dinni uyg'onishiga sabab bo'lgan, bir-biri bilan tanishishiga, bir-biriga o'sha yetkazishiga o'rtadagi vositachi bo'lgan. Endi bu zalda o'sha ilk davlatchiligimizning 5-8 asrlarga tegishli hududlari ko'rsatilgan. Bu o'sha Farg'ona vodiysi, Toshkent viloyati, Qashqadaryo viloyati, undan tashqari Samarqand viloyati Afrosiyopi, Buxoro viloyatidagi Varaxsha shahar xarobalarini qayta tiklangan ko'rinishlari, undan tashqari u
yerdan topilgan o'sha asorat atiqalar, keramika namunalari, ichki interyer namunalari, tangalar va o'sha ichki interyerda nimalardan foydalanganligini ko'rsatishga, undan tashqari bu davrda eng yuksak rivojlangan so'g'd alifbosini ko'rsatishga harakat qildikki, nimaga? Sababi ota-bobolarimizdan ham o'sha ilmli bo'lganligini va bu ilmli faqatgina yozuv bilishda yoki tanga nima zabt qilishda emas, balki rassomchilikda, hunarmandchilikda, me'morchilikda, qurilish sohasida juda mukammal bilimga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham Varaqchi devorini ko'rishimiz mumkin. Varaqchi devorini ma'lumotlari, buni 4 ta devori 4 ta muzeyga tarqatilgan. Bittasi bizda saqlanadi. Mana hozir ko'rayotgan o'sha bo'rtib chiqqan joyi bu o'sha fransuz olimlari tomonidan restavratsiya qilindi, to'liq va qayta tiklandi va hozirgi kunda eng yaxshi saqlangan devor sifatida, ko'rinish sifatida hozirgi kunda O'zbekiston Tarix davlat muzeyida saqlanib kelinmoqda va tomoshabinlarimizga taqdim etilgan eng kam uchraydigan ashyolarimizdan bittasi, eksponatlarimizdan bittasi. Varaqchi shahar devorlarini ichki interyeridan foydalangan ko'ramiz. Inson ko'rinishi, undan tashqari tepada qushlarning ko'rinishini ko'rishimiz mumkin va naqshlar bilan qo'llangan. Bu ham o'sha ichki interyerda juda ham didda o'sha san'at darajasiga olib chiqqanliklarini ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan ham biz bemalol faxrlanishimiz mumkinki, bizni ajdodlarimiz mana shunday mukammal bilimga, ilmga, hunarga ega bo'lishgan. Buni esa agar muzeyga kelsangiz, yana bir bora manbalar bilan, ma'lumotlar bilan o'zingiz ham ishonch hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi davrni ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha 9-12 asrlarda birinchi Renessans davrimizni, bizni ilm fanni rivojlanishi, poydevorini qo'yilishi va buyuk ota-bobolarimizni aynan shu davrda yashaganligini ko'rishimiz mumkin va bu ota-bobolarimizni shu ilm fanga qo'shgan hissasini to'liq ko'rsatib berishga harakat qildi. Faqatgina 5 ta 6 ta olim bilan emas, balki ularni bilan ijod qilgan faylasuflar, undan tashqari o'sha rassomlarimiz, undan tashqari hunarmandlarimizni ma'lumotlari keltirildiki, aynan davrning ruhiyatini keltirib chiqarib va nima asos bo'lganligini ko'rishimiz mumkinki, keyin kelajak poydevoriga. Albatta, hozir ko'ryapmizki, o'sha yozuvlarni ham ko'ryapmiz. Bu hozir restavratsiya qilingan deyapmiz. Demak, bu haqiqiy mana shunday ashyoki, yillar, asrlar davomida saqlanib, mana bugun muzey eksponatlar qatoridan joy olyapti. Albatta. Biz har doim taqdim etayotganimizda birinchi restavratsiya, keyin konservatsiya va uni albatta ilmiy o'rganilganligi darajasidan keyingina bu ekspozitsiyaga qo'yilishi mumkin va nimaga? Sababiki tomoshabinimiz har xil savol bilan murojaat qilishi mumkin va shu savollarga javob aniq bo'lgandan keyin u ekspozitsiyaga taqdim etiladi. Undan tashqari restavratsiya jarayoni har xil etaplari bor birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda materialga qarab uni boshqa yo'nalishda, boshqa vaqtda jalb qilish kerak bo'lib qoladi. Misol uchun metal bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'rib turgan o'sha pannoyli bu metal hisoblanadi va uni qayta tiklanishi, restavratsiya jarayoni uzoqroq davom etadigan eksponatlarimizdan bittasi. Ajratilgan hududda harakatlanib turib bir narsani ko'ramizki, biri ikkinchisini takrorlamaydi, hattoki taqdimotida ham. Albatta, qiziq bo'lishi va unga qo'shimcha qilishimiz mumkin. Endi bu o'sha Usmon mushafi deymiz, yoki Hazrat Usmon roziyallohu anhuga tegishli Usmon mushafining nusxasi. Bu nusxa 1905-yilda qilingan faksimil nusxa hisoblanadi va u Sankt-Peterburgda Pisrev tomonidan taqdim etilgan va eng asosiysi o'sha paytda Nikolay II, o'sha rus podshosi buni yurt musulmonlariga sovg'a qilib jo'natgan va ulardan bittasi hozirgi kunda O'zbekiston Tarix davlat muzeyida saqlanyapti. Asosiy mushaf Islom sivilizatsiya markazida bo'lgani bilan uni asosiy ko'rinishlaridan bittasi bizda saqlanadi. Bu faksimil nusxa ham u o'zi ham o'zi tarix hisoblanadi va tarixiy ashyo hisoblanadi. Albatta. Shuning uchun qiziqligi shunda. Ko'rishingiz mumkin, o'sha Ahmad Farg'oniy bobomizning qilgan ishlarini ko'rsatishga harakat qildi. Ular o'sha Misrda yashab ijod qilganlar va butun dunyoga mashhur nilometr, nilni toshish jarayonini to'liq aytib berganlar. Va shuni kelib chiqqan holda mana bu tarafda ko'rishingiz mumkin. Shu nilometr asl nusxasidan olingan kichik kopiyasi, nusxasi va bunda o'sha nilni qachon toshishi, qachon toshmasligini ko'rsatib berishga harakat qilingan. Mana taxtani ko'ryapsiz. Taxtada har bittasida belgi qo'yib chiqilgan va bu belgida bu yil misol uchun Nil daryosi qancha toshishi, qancha vaqt toshishi va aynan kunma-kun aniq aytib bera olgan. Va Misr Nil deltasida joylashgan o'sha nilometrimiz hozirgi kunda ham faoliyatida
davom ettirib kelyapti. ana qarang. Endi 1000 yil oldin buni aniq aytib bera olish bu uncha o'sha olim uchun juda katta masala hisoblanadi va bu masalada ham biz qo'shimchalar qo'shishga harakat qildik. Misol uchun bu yerda mana Ibn Sino bobomizni kichik o'sha meditsina sohasida foydalangan qurol aslahalarini, ya'niki medik qurol aslahalarni asl nusxalarini harakat qilib taqdim etishga, o'zlari ishlatganlari to'g'risida kitoblarida yozganlar. Mana bu yer tepada ko'rinib turibdi o'sha ko'rinishlar va shuni asosida biz qayta tiklattirishga harakat qildik-ku. Ha, o'lchami, ko'rinishi, hamma narsasi qayta tiklangan va nima vazifalar bajarilganligi to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'tib ketiladi. Hozirgi o'sha meditsina sohasida foydalanadigan asboblar bilan Ibn Sino bobomiz foydalangan asboblarning o'rtasida unaqa katta farqi yo'q. Faqatgina katta kichkinaligi va metallida farq bo'lishi mumkin. Misol uchun pinset masalasi, pichoq masalasi, qoshiq masalasi, qaychi masalasi. Qaychi masalasi. Ya'niki biz umumiy nomlanishi saqlanib qolganmiz, lekin Ibn Sino bobomiz uni aniqlik darajasini ko'rsatib berishga harakat qilganlar va buniga erishganlar degan ko'rinishimiz mumkin 1000 yil oldin. Albatta. Sanab o'tgan olimlarimizning ilmiy o'sha yo'nalishlaridan, ilmiy asarlaridan bittadan kitob taqdim etishga harakat qildi. Endi to'g'ri bularni o'zligini qo'lligi bilan yozishmagan, lekin ularning ko'chirmalari hozirgi kunda ham saqlanyapti. 17-18-19 asrga tegishli qo'lyozma ko'chirmalari. Albatta. Mana shu muzeyga kela turib, biz nafaqat o'sha ota-bobolarimizning nechog'lik ilm fanga, dunyo sivilizatsiyasiga qo'shgan hissalarini bilamiz, balkim faxrlanish tuyg'usi ham bizda 10 barobar, 100 barobar ko'proq his etilib o'tiladi. Albatta. Hozirgi kunda ham tarixga hissa qo'shsa bo'ladi. Prezidentimizning 261-qarorlari chiqqan va unda mening tarixga hissam degan yo'nalish bor. Har bitta o'sha tarixiy ashyolarni topshirgan holda tariximizga o'zini hissasini qo'shishimiz mumkin tomoshabinlarimiz ham. Albatta.